chaqirgan va tavallud kunini nishonlayotgan ekan. Zamiraxonga baxtdan taxt tilaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Shu qo'shnim bilan qo'sha qarasin. Farzandlarini vaqti kamolini ko'rsin. Farzandlari ham o'ziga o'xshagan juda ham odobli. Bu qizimiz borgan joyda toshdek qotsin, suvdek sinsin. Ota-onalarini xuddi qaynona-qaynotalarini ham ota-onaga hurmat qilsin. Biz bunga ishonamiz. Oqotinli qizlari hammasi yaxshi. Faqat rahmat olib keladigan qizlar. Shular qatorida bu qizimiz ham shunaqa. Biz senga ishonamiz. O'zingdan o'zing ko'paygin. Xudochilik mingchilik qilgin. Ularning yaxshi bo'lishi faqat senga bog'liq. Sen o'sha yerda yaxshi bo'lsang, ularni yaxshi desang, bular ham yaxshi bo'ladi. Shuning uchun senga uzoq umr, shu o'g'limiz bilan qo'sha qaragin. Ko'p farzandlar bersin o'g'il qizlar. Shu bolalarini ham davlatga munosib, iymonli, e'tiqodli, ibodatli farzandlar qilib tarbiyalagin. Yana yillar o'sha xonadonga alla bolamlar bechiklab borish hammamizga nasib qilsin. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Avvalambor xonadonga chiqib o'tirishlar bo'ldi ekan. Zamiraxon tug'ilgan kun muborak bo'lsin, Shukra kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim o'zingizni qo'sha qaring, shu bolalaringiz baxtli, sog'-omon bo'ling. Shu qizalog'imiz ham baxtli, saodatli bo'lsin. Kelasi yillarga alla bo'lamda beshi to'ylarga aytish Allohim nasib aylasin. Yana bir bor tabriklayman. Hammalari